Mashina olasiz-ku, bitta haydab ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Tezroq qilayotganda men sizga bitta ikkita narsa o'rgatib qo'yaman. Keyin pushaymon bo'lmaysiz. Birinchisi korobkasi, joyda tezmas, sekin yurib ko'ring. Avtomat variator bo'lsa, skorost almashtirayotganda tepish, kechikish yo g'alati ovoz chiqishi kerak emas. Mexanika bo'lsa ham skorostga qirsilamasdan yumshoq tushishi shart. Ikkinchisi tormozi. Tezligini maksimallik ko'tarib, tormozga qattiqroq bosish kerak. Tormoz bosganda chapga o'ngga yurish kerak emas mashina. Tormozda yoki rulda vibratsiya bo'lishi kerak emas. Uchinchisi ruli va upravleniyasi. Rulni qo'yib yuborganda mashina chapga o'ngga ketmasligi kerak. Rulni oxirigacha burib ko'ring. G'iqillagan ovozi bo'lishi kerak emas. To'rtinchisi podveskasi. Atilabdan kichkina yamaligi tashlab ko'rish kerak. Sal g'adir budur yo'lidan o'tib ko'ring. Agar amortizator qarsillab, salonga gup-gup ovozi eshitilmasa, bu normalniy mashina. Beshinchisi va eng muhimi pechkasi va konditsioneri. Yurishni boshlanishingiz bilan konditsioneri eng